Aloqida iftorligi oshqozonga botmaydigan ovqat qilishni o'rgatmaganmisiz qizingizga? Boplab tashiyman. Tuxum, cho'rkadan chiqqan piyoz, non talqoni, ozgina farsh, tabga ko'ra ziravorli. Yaxshilab aralashtirib, urib pishitib olamiz. Tuxumni tuz bilan atalab, tuxumli bilinchi qilib olamiz. Bitta bo'lsa yurechani bosadigan joyi, chunki sizlarga o'zim mahoratlarim maqtamoqdaman. Umuman yopishtirib qo'ymaydigan garnet falgasini olamiz-da. Videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Perchatkasi ham даже rozoviy derdinglar-yu, mana qizlar joylar garnetdan olaman shu rozoviy perchatkalarimni ham. Yig'ilish jarayoni yaxshilab ahamiyat berib turinglar. Nachinkasiga pomidor, sir, ko'k piyozdan foydalaning. Ehtiyotkorlik bilan bunaqasi o'rab olamiz, falga ichida qolib ketmasligi kerak. Protsess juda ham oson. 200 gradusda 30 minut duxovkaga boramiz. Shunaqa sochniy bo'lib chiqadi. Garniriga kartoshka fri, guruch, salataga chala olib qo'ydim. Bilasizlar-ku, yurechani bosib qo'ysanglar, qanaqa ko'nglim ko'tariladi. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Olinglar. To'xtanglar. Garnetni to'g'ri bo'lib, falgas haqida aytib bermayman. Garnetni falgasi 3 ta razmerli. Men sizlarga eng kattasi bilan eng kichkinasini ko'rsatdim. Hozir sizlarga mana ko'rib turganingizdek umuman yopishib qolmagan, bir xil falgalarga yopishib qoladi, lekin imенно garnet falgasida umuman unaqa bo'lmaydi. Uzun marketdan xohlasangiz uyingizni yaqindagi magazinlarga kirib, bemalol garnet mahsulotlarini topishingiz mumkin. To'g'risini aytaman, tavsiya qilaman.